Xorvatiyadan salom. Salom sizlar. Bugungi mavzuyimiz ishchi viza bilan turist viza nima farqi bor degan savollaringga javob bering. Turist vizada Namangandan, O'zbekistondan qayerdan bo'lsa jo'natadiganlar bu yerda qaysi ishga joylashishingizni to'shni bilmaydi. Nimaga degan savolga javob bersam, turist viza sayohat qilishingizga maqsadda viza beriladi. Shunga keyin bu Xorvatiyaga kelganingizda sizga ishchi anaqalarni yo'nalishlarni ta'minlaydi. Mana men o'zim boshimdan ham o'tgan. Bu yerga kelgunimcha bir 3-4 ta joyga meni ishga kirgizmoqchi bo'lishgan. Keyin men ular bizga odam kerak emas deb turib, o'zlari yaxshi joydaman, qurilishda. Yaxshi o'z ishlar, dokumentlarni topshirdi, ID kartaga, hamma ID kartani chiqdim. Bu yerda 3 oydan boshlab keyin chiqardi. İşçi viza nima afzalligi bor? İşçi viza sizga Xorvatiyadan приглашение jo'natiladi. Xorvatiyadan приглашение o'sha firmani o'ziga kelasiz, boshqa joyga sarson bo'lib, boshqa narsa qilib yurmaysiz. Sizga dogovor beriladi qo'lingizga. Oyligiga qancha, necha pul, nima qildi, hamma narsa dogovor asosida bo'ladi. Shunga turizm faqat sayohatga kelinglar, sizlarga maslahat Yevropaga. Turizm bilan ishlaman deb kelmanglar. Nega eng yaxshi maslahat ishchi viza kimga kerak bo'lsa, direkt plus qoldiringlar. Biz sizga aloqa chiqamiz.